Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum rahmatulloh. Va alaykum assalom. Bugun zakotga oid ayrim savollar kelib tushgan edi. Shularga javob topsak, bugungi savollarimizga javob berish uchun O'zbekiston Musulmonlar idorasi Ulamolar kengashi a'zosi, Toshkent Islom instituti katta o'qituvchisi Yahyobek domla Razoqov tashrif buyurganlar. Domla, dastavval zakot o'zi qanday ibodat? Qur'oni Karim va hadis shariflarda zakot haqida nimalar bayon qilingan? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum. Avvalo taklif qilganinglar uchun rahmat. Haqiqatda zakot masalasi hozir kundagi mana shu yashab turgan kunimizdagi eng muhim mavzulardan bo'lib qoldi. Zakot islom rukunlarining biri. Islomda 5 ta rukun bo'lsa, o'shalarning biri zakot ibodatidir. Zakot Qur'oni Karimda juda ham ko'p marta namoz bilan birga zikr qilingan, qayta-qayta aytilgan. Bu oyatlarni deyarli hamma ko'p qayta-qayta eshityapti. Xususan masalan Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni sifatlayotganda mu'min odam vali zakati fa'ilun degan. Ya'ni Alloh taolo mu'min odam zakotni beruvchidir degan. Undan tashqari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga amr qilib Alloh subhanahu va taolo Astag'firu billahi va aqimus solata va atuz zakata varka'u ma'ar roki'in. Namozni qoyim qilinglar, ado qilinglar va zakotni beringlar va qoyim bo'luvchilar bilan birga qoyim bo'linglar deb marhamat qiladi. Bu oyatlarda ham Alloh subhanahu va taolo namoz bilan zakotni qo'shib zikr qildi. Nabiy alayhisolatu vassalom hadis shariflarida juda ham ko'p zakot borasida ko'rsatmalar berganlar. Qancha berilishini bir hadis shariflarda aytadilarki, har 20 dirham dinordan, har 20 dinordan 5 dirham beringlar deb marhamat qildilar. Va yana tuyalarning zakoti, chorva mollarining zakoti, qo'ylarni zakotlar haqida ham Alloh subhanahu va taolo Nabiy alayhisolatu vassalom qo'ylarning zakoti haqida ham Nabiy alayhisolatu vassalom ochiq ko'rsatmalar berib sanoqlarni aytdilar. Demak, zakot hech qanday shak shubhasiz islom rukunlaridan bo'lib, uni inkor qilgan inson iymonidan ayrilishi mumkin. Bajarish esa hech qanday inkor qilinmaydigan farz amal va bunga barcha ummat, butun musulmon ummati ittifoq qilgan. Zakot kimlarga berilib, kimlarga berilmaydi? Zakot bu farz ibodati bo'lgani uchun avvalo zakot faqat mo'min musulmonlarga beriladi. Chunki Nabiy alayhisolatu vassalom hadislarda ularning boylaridan olib kambag'allarga bergin deganlar. Sahobiylardan birini bir joyga yuborganlarda, ya'ni bu degani mo'minlardan olib mo'minlarga qaytarib bergin degan so'zlar bor. Shuning uchun ham Nabiy alayhisolatu vassalomning ushbu va boshqa hadislaridan kelib chiqib barcha ulamolar farz ibodati bo'lgan zakot faqat mo'minlarga beriladi degan ko'rsatmani berganlar. Lekin zakotdan boshqa vojib bo'lmagan sadaqotlar esa g'ayridinlarga ham berilishi mumkin. Bundan tashqari zakot faqat faqirlarga beriladi va u faqirning darajasi, faqirligi qanday o'lchanadi deyiladigan bo'lsa, faqir odam deb shariat mezon qo'ygan, u ham bo'lsa o'zining ehtiyojidan tashqari mollari, garchi u mollar tijorat moli bo'lmasa ham nisob miqdoridan oshmagan bo'lishi kerak. Nisob miqdoridan oshmagan bo'lishi kerak. Masalan, bu yil 100 million deb belgilanayotgan bo'lsa, bu nisob miqdori o'zi tilla bilan o'lchanadi. Bu 85 gram tillani o'rta shu iste'moldagi tillarning narxidan hisoblanadi. Bu barcha bunga ittifoq qilgan. Mana shu miqdordan ortmaydigan bo'lsa, unda shunga yetmagan bo'lsa, unda zakot olishga haqli bo'ladi. Demak, mollarni biz ikkiga bo'lishimiz kerak: tijorat moli va tijorat bo'lmagan iste'mol moli. Lekin tijorat moli bo'lmagan mollarida ham o'zini ehtiyojidan ortiqcha moli agar nisob miqdoriga yetib qoladigan bo'lsa, zakot olishga haqli bo'lmaydi. Masalan, 2 ta avtomashinasi bo'ladigan bo'lsa, o'shani hisoblaydigan bo'lsak, bittasiga ehtiyoj bor, ikkinchisiga ehtiyoj yo'q deyiladi. Masalan, 2 ta hovlisi yoki 2 ta kvartirasi bo'ladigan bo'lsa, bittasiga ehtiyoj bor, ikkinchisiga ehtiyoj yo'q, unda yashamaydigan bo'lsa, bunda hatto yashaydigan bo'lsa ham aslida bittasi bilan kifoyalanadigan imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, bunda ham u ortiqcha mol deyiladi va bularning qiymati hisoblanib, agar
birgalikda 100 milliondan oshadigan bo'lsa, mana shu paytda u odam zakot olishi mumkin bo'lmaydi. Garchi tijorat moli hisoblanmasa ham har zamonda yashab turadi, har zamonda bu mashinani ham haydab turadi. Xuddi shuningdek boshqa ashyolari ham, masalan, tijorat moli bo'lmagan, lekin kiyim-kechaklar juda ham ko'p, ayniqsa bu narsa ayollarda ko'p uchraydi. Juda ham ko'p, o'ta ko'p kiyim-kechaklar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri, endi u iste'mol qilingan bo'lgani uchun arzonroq baholanishi mumkin, lekin nima bo'lganda ham bu ehtiyojdan tashqari deyiladi va bular o'sha o'zini holatiga qarab baholanib, u ham nisobdan ortiq, ehtiyojdan tashqari mol hisoblanadi va bu narsalar zakotni hisoblashda, zakot olish mezonini hisoblashda e'tiborga olinishi kerak bo'ladi. Kitoblarimizda ko'proq ulamolarning kitoblari degan so'z keladi. Agar kitoblarning ichida o'zi odatda o'qimaydigan kitoblar bo'lsa, bu narsa ham qo'shiladi. Bunday kitoblarda kelishiga sabab, fiqh kitoblarda bu aynan kitobni keltirilishiga sabab, chunki oldingi zamonlarda kitob juda ham qimmat bo'lgan. Har bir kitob qo'lda ko'chirib chiqilgan va u juda ham qadrli bo'lgan. Kitob orqali nisobga yetib qolish ehtimoli kattaroq bo'lgani uchun ulamolar shu kitoblarni bayon qilgan. Masalan, fiqh ulamosi, fiqh ustozi bo'ladigan bo'lsa, fiqhga tegishli kitoblar uning hojati aslisi hisoblanadi. Va biri ikkinchisini o'rnini qoplamaydigan bo'lsa, ya'ni hammasi, har bir kitob bittadan nusxadan bo'ladigan bo'lsa, u hech qachon qo'shilmaydi, u doimiy iste'moldagi va ehtiyojdagi deyiladi. Lekin ayni bir kitobdan ikkita nusxa bo'lsa, undan biri hojatdan tashqari deyiladi va haligi mezonni hisoblashda u qo'shiladi. Lekin u o'zi faqih bo'lib turib, hadis kitoblaridan ham qanchadir jamlaydigan bo'lsa, u kitoblarga odatda doim murojaat qilmaydigan bo'lsa, bu ham qo'shilishi mumkin. Va hokazo qolgan iste'mol mollari ham mana shunga qarab hisob-kitob qilinadi. Zakot beruvchining va zakot oluvchining vazifalari nimalardan iborat? Zakot beruvchining vazifasi avvalo molini, zakot beriladigan molni adolatli, to'g'ri baholashi, to'g'ri hisob-kitob qilish kerak. Chunki agar xato hisoblaydigan bo'lsa, unda uni zakoti qiyomatga qolib ketadi. Alloh subhanahu va taolo bu zakotini bermagan mollar haqida juda ham og'ir hukmlarni bayon qilgan oxiratdagi. Bundan Alloh asrasin. O'shaning uchun ham bizni musulmon ummati hisoblagandan ko'ra yana ozgina ustiga qo'shib, shu ehtiyotan ko'proq berishga harakat qiladi. Hop, yana zakot beruvchini vazifalaridan zakot oluvchilarni to'g'ri tanlash. Bu haqda ham islom shariatida aniq ko'rsatmalar kelgan, ya'ni o'zining yuqori nasabiga va quyi nasabiga berib bo'lmaydi. Ya'ni otasi, onasi, bobosi, buvilariga farzandlarining farzandlari qiz bo'ladimi, o'g'il bo'ladimi farqi yo'q. Berib bo'lmaydi zakot. Bundan keyingi yaqinlikka, ya'ni aka-ukalaridan, opa-singillaridan boshlaydi. Muhtoj bo'lsa, mana shu narsalarni demak to'g'ri anglab, to'g'ri tanlash kerak, shariat hukmini bilish kerak. Keyin yana zakot beruvchining vazifalaridan shu zakot oladigan odamni aniqlagandan keyin uni ko'nglini ranjitmaydigan qilib, go'yoki iltimos qilayotgandek berish kerak. Chunki uning molini poklovchi hisoblanadi zakot oluvchi. Masalan, tasavvur qiling, zakot oladigan odam yo'q bo'lib qolsa nima qiladi? To'g'ri, ulamolar o'sha zamonga kelib shunday bo'lsa, uni yechimini topib aniqlab berish mumkindir. Lekin o'sha zakot olayotgan odam uni molini poklayotgan hisoblanadi. Go'yoki yordam beruvchiga o'xshaydi. Shuning uchun ham undan tashqari shu mo'min, musulmon birodar bo'lgani uchun ham ko'nglini ranjitmasdan go'yoki haligi hadiya sifatida, yaxshilik sifatida, iltimos ko'rinishida berish kerak bo'ladi. Xo'p, zakot oluvchining vazifalari qanday bo'lishi mumkin? Zakot oluvchi endi haqiqatda o'zini o'shanga muhtojmi yoki o'sha shariat belgilagan mezonga tushadimi yo'qmi, uni adolatli tarzda hisob-kitob qilish kerak. Masalan, o'zi aslida yaxshi, o'ziga to'q, yaxshi yashaydi-yu, lekin zakot beriladigan muddatda o'zini zakot oluvchiga aylantirib olishi xiyla yo'llari bilan. Buni ham imkoniyati bor-da. Xuddi zakot beruvchida bo'lgani kabi, zakot beruvchi ham xuddi shunaqa holatni qilmasligi kerak, hali adolatli hisoblash kerak deganimizda o'shani ham nazarda tutgan bo'lamiz. Xiyla yo'li bilan zakot beriladigan miqdorni kamaytirishga urinmaslik kerak. Zakot oluvchi ham xuddi shunday.
Va yana zakot olgandan keyin uni Alloh taolo bergan bir ne'mat, rizq, uni o'sha oilasi bilan to'g'ri yo'llarga sarflab, halol yo'llarga sarflab, hisob kitobini qilib ishlatish kerak bo'ladi. Ba'zi ko'p tushadigan savollardan Alloh asrasin, oila boshlig'i ichadigan yoki boshqa mol mulkini yomon yo'lga, gunoh ishlarga sarflaydigan odam bo'lsa, lekin o'zi oila o'ta muhtoj, shunda nima qilamiz degan savol ko'p beriladi bizga. Shunaqa paytda iloji boricha o'sha beriladigan zakotni shunaqa yomon yo'lga sarflay olmaydigan holda tayyor iste'mol qiladigan mahsulot ko'rinishida, masalan, guruch, yog', go'sht va hokazo ro'zg'or buyumi yoki bo'lmasa o'sha farzandlariga kiyim-kechak sifatida berishga harakat qilish kerak, yoki bo'lmasa uning yaqinlaridan, masalan aka-ukalaridan yoki otasi qaysidir bir oilani shunaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, o'shani adolatli sarflaydigan bo'lsa, vakil sifatida uni qo'liga mana shu bolalaringizga men atab shularga berdim, o'zingiz ishlatishingiz mumkin emas va lekin mo'tadil oilasiga qarab uni sarflab borasiz deb berib qo'yish mumkin. Mana shu narsalarni e'tiborga olish kerak, Alloh alam. Zakot berishda niyat qilish shartmi? Zakot ibodat amali bo'lgani uchun albatta niyat shart. Xuddiki namozdagi kabi niyat shart. Endi niyat qachon qilinadi va qanday niyat qilinadi? Zakot o'sha kambag'alning mulkiga o'tayotgan, qo'liga tutqazilayotgan paytda zakot deb niyat qilish kerak. U o'z qo'li bilan beradimi yoki vakili orqali beradimi, farqi yo'q. Agar vakili orqali beradigan bo'lsa, o'sha mol mulkining ichidan zakot miqdorini ajratgan paytda niyat qilsa ham bo'ladi. Yo'q, agar vakiliga tayinlab sen berayotganingda meni nomdan zakotni qasd qilib, niyat qilib berib yubor deydigan bo'lsa ham, o'sha ajratayotganda niyat qilgan o'rniga o'taveradi va u ham niyat qilib bersa bo'ladi inshaalloh. Niyat o'zi qanday bo'ladi? Ey Alloh, mana shu molimning zakoti o'zlariga ohingda qabul qil degan bir lafzlarni, so'zlarni niyat qilishi mumkin. Mana shu bilan inshaalloh ado bo'ladi zakot. Kishi zakotga qodir bo'lganini qanday aniqlaydi? Mo'min musulmon odamni jamiyatda mas'uliyati bo'ladi-da. Mana insoniyat jamiyati bir jamiyat bo'lib yashar ekan, hammani bir-biriga nisbatan mas'uliyati bo'ladi. Boyni kambag'alga, kambag'alni boyga nisbatan majburiyatlari, huquqlari bo'ladi. Erkakni ayolga, ayollarni erkaklar jamoasiga, yosh kattalarni yoshlarga, mana yosh kattalar yoshlarga kim bo'lishidan qat'iy nazar nasihatini ayamaslik, u yoshlarning keksalar ustidagi haqqi bu. Xuddi biz hurmat talab qilamiz-ku yoshlardan. Yoshlar esa o'zidan kattalarni, ulug'larni hurmat qilish mas'uliyati bor. Yoshlarni ustidagi keksalarning haqqi ularni hurmat qilish. Xuddi shuningdek boylar ham o'zlarini kambag'allardagi o'zlarining zimmasidagi haqlarini his qilib yashash kerak. Ya'ni u boy degani qo'lidagi mol-mulk degani bo'ldi, u meniki degani emas u. Meniki degani emas, balki uning qo'liga vaqtinchalik omonat qilib topshirilgan bir mol-mulk hisoblanadi. U o'zini xohi-havaslarini, haligi nafslarini qondirish uchun xohlagandek sarflashga haqqi yo'q. Bu zakotni kamayishiga olib keladi. Bizda hozir bir bo'lmag'ur ba'zi bir odatlar chiqyapti. Yo'qdan yo'qqa, haligi hamma yoqqa ovoza qilib, juda ham katta mablag'lar sarflab to'y tomosha qilish. Oddiy bezagini o'ziga ketgan mablag'larni ba'zan eshitamiz. Uni na yeb bo'ladi, na ichib bo'ladi, na kiyib bo'ladi u bezagini. 2 soatdan keyin olib borib axlatga tashlaydi-da. O'shanga falon pul sarflagan bo'ladi. Оформление deb qo'yadi buni. Alloh asrasin, buni javobi juda ham qiyin bo'ladi. Qo'limdagi mol o'zimniki, xohlagan joyimga sarflayman deyish bu o'ta ketgan ahmoqlik, ongsizlik, saviyasizlik bo'ladi. Yana undan tashqari qayerlarga, yo'q joylarga sarflab xoy-havaslarini amalga oshiraman deb o'ta qimmat, uni narxini aytib ham bo'lmaydigan darajada qimmat bir attraksionmi, nima balolardan bir marta totib ko'rish uchun juda ham katta mablag'lar sarflanadi. U narsalar ham kambag'alga beriladigan zakotning miqdorini kamayishiga olib keladi. Bu mol-mulk qo'lida degani xohlagandek sarflasa bo'ladi degani emas. Alloh subhanahu va taolo sizlarga berib qo'ygan Allohning molidan kambag'allarga beringlar deydi zakot haqida gapirganda. Sizlarga Alloh berib qo'ygan Allohning molidan deydi. Demak, qo'limizdagi mol Allohniki.
uni haqqini rioya qilishimiz kerak. Yana yurtma-yurt, davlat sayohat qilish urfga kirib ketib qoldi. Odamlar bir-biri bilan gaplashganda falon joyga borganmisan, piston joyga borganmisan. Borishdan shar'iy maqsad yo'q, faqat ko'rib, aylanib tomosha qilib kelish. Bu narsalar bizning shariatimizda unchalik ma'qul ko'rilmaydi. Bu narsalardan baqadar imkon tiyilish kerak. Manfaatli sayohatlar bo'lsa, manfaatli qandaydir ziyoratlar bo'ladigan bo'lsa, unda hech qanaqa muammo yo'q. Tijorat uchun bo'ladimi yoki insonlarni haq yo'lga chaqirish, odamlarga bir ibrat, namuna bo'lish uchun bo'ladimi? Ulamolarning ziyoratlariga o'xshab. Bunaqa narsalarda hech qanday zarar yo'q, lekin shunday ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi bu masalada. Demak, zakot beruvchi o'zini zakot beruvchi ekanligini qanday anglash kerak? U men zakot beruvchiman degan mas'uliyat bo'lish kerak. Ya'ni qo'lidagi mollarga nisbatan unda majburiyat hissi bo'lish kerak. Va mo'min odam bo'lgandan keyin men zakotga qodir bo'ldimmi, bo'lmadimmi deb doim mol-mulkini hisob-kitob qilib borishi va zakot haqidagi ma'lumotlardan xabar topib, nisob qancha ekan, bu yil mening molim qancha bo'pti, mana shu narsalarni hisob-kitob qilib, ulamolar bilan maslahatlashib yoki mana adabiyotlarimiz bor, bulardan o'qib o'zini holatini baholab borish kerak. Va zakot vojib bo'lgan paytda uni taqdim qilish kerak o'zini haqdoriga. Zakotning ham qazosi bo'ladimi? Ulamolar zakotni bu umr ibodati deyshadi. Ya'ni bir marta zakot vojib bo'ldimi, masalan, bu yil qaysi kuni zakot berish kerak va o'shanda beriladigan zakot miqdori aniqlandimi, uni tezroq berishga harakat qilish kerak, chunki bu vojib amal. Ulamolar aytadi, vojibni zimmadan soqit qilish uchun harakat qilish ham vojib deyshadi. Mana shu qoida. Zimmaga tushdimi, vojib bo'ldimi, uni tez egasiga ado qilish kerak. U qanchalik kechiktirgan sari kambag'alning haqqini ushlab turgan va kechiktirgan bo'ladi. Chunki u endi u o'zining moli emas u. Shuning uchun ham berish kerak. Lekin agar u yillar davomida qolib ketgan bo'lsa ham baribir ado qiladi. U qazo deyilmaydi, to'g'ri. Qazo deyilib, ya'ni masalan namozga o'xshab vaqti o'tib ketgandan keyin qazo degan bir chegaralangan muddat yo'q. Masalan 1 yil chegaralab qo'yish yoki 2 yil degan chegaralangan yo'q, lekin uni qancha tez ado qiladigan bo'lsa, shuncha u xayrli bo'ladi, shuncha savobi ko'p bo'ladi va haqdorga haqqini yetkazish hisoblanadi. Agar oilada ayol kishi ham, erkak kishi ham ishlasa, ikkisining bo'ynida ham zakot berish majburiyati bo'ladimi? Bizning islom shariati ayol kishiga ham, erkak kishiga ham o'zining mulkini iqror qiladi, tan oladi. Ayol kishining ham shaxsiy mulki bo'lishi mumkin. Masalan, ota-onasi olib bergan kiyimlari, turmushga chiqqan paytda olgan mahri o'zining shaxsiy mulki bo'ladi. Undan keyin o'sha er tomonidan olib berilgan buyumlar, ishlatadigan jihozlar bo'ladimi, kiyim-kechaklar bo'ladimi, unga atab agar mana senga deb bergan bo'lsa, bu narsa uning shaxsiy mulki hisoblanadi. Xususan taqinchoqlar ham, shuningdek mol-mulklar ham, pullar ham uni qandaydir mablag' yig'ilib qoladigan bo'lsa, hattoki ayol kishi tijorat qilish huquqiga ham ega. Tijorat bilan shug'ullanish va tijorat bilan shug'ullanish erning roziligiga bog'liq emas. Ya'ni o'zining molini tijorat qilishi mumkin. Faqat er ayol kishini keraksiz ko'chaga chiqishdan man qilishi mumkin, zaruratsiz. Masalan, ilm uchun borish bu zarurat bo'lishi mumkin agar er uyda o'sha sharoitni qilib bermagan bo'lsa, bunga ruxsat berish kerak bo'ladi. Tijoratni esa vakili orqali qilish mumkin ko'chada. Mana shu e'tibordan demak ayol kishi ham tijorat bilan shug'ullanadimi yoki unga sovg'a qilingan narsalarni o'zi nisobga yetib qoladimi? Nisobga yetadigan bo'lsa, u zakotini alohida o'zi beradi. Erkak kishi ham alohida o'zining molidan zakot beradi. Va endi oilada erni ham ayolni ham alohida mol-mulki bo'lgandan keyin ro'zg'or ishlariga, uyning xarajatlariga er mol sarflashga majbur, chunki uning mulklari hisoblanadi. Lekin ayol kishining mulki bo'lsa, masalan, avtomobil olib berilgan bo'lsa, uning xarajatlarini, sarf xarajatlarini o'zi qilishga majbur bo'ladi. Erning zimmasiga majbur emas bu narsalarni sarflash, qilib berish, chunki o'zining mulkini ta'minlash hisoblanadi ayol kishi uchun. Va hokazo. Demak, alohida mol-mulk ajratilgan paytda hamma o'zining molidan o'zi zakot beradi. Zakotni yo'lni ta'mirlashga sarflasa bo'ladimi? Zakot bu alohida bir shariat tomonidan o'zining qonun-qoidalariga ega bo'lgan alohida bir ibodat, amal. Bu zakotni
Har doim biz oyat karimaga muvofiq kambag'alga beriladi deb aytamiz. Faqirga mulk qilib berilishi kerak bo'ladi. Yo'lni ta'mirlashga keladigan bo'lsak, bu yo'l ommaning mulki yoki davlat hisobidagi mulk bo'lgani uchun bunga sarflab bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa shunga o'xshagan ommaviy joylarga, masalan, masjid qurilishiga, madrasa qurilishiga zakotdan ishlatib bo'lmaydi. Yoki qayerdadir kanal qazishga, ko'prik qurishga, bunga o'xshagan narsalarga zakotni ishlatib bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo zakotni beriladigan o'rinlarni aniq-tiniq oyatda bayon qilib qo'ygan. Astagfirullah, innamas sadaqatu lil fuqaroi val masakin va hokazo. Bizni Hanafiy mazhabining qoidalariga ko'ra, ulamolarning ittifoqiga ko'ra, o'sha oyat karimada zikr qilingan toifalarning barchasida ham muhtojlik, faqirlik illati topilsagina zakotga haqli bo'ladi. Ya'ni asl kambag'alga berish. Kambag'al odam, muhtoj odamga beriladi. Kambag'alga berildi deb qachon aytiladi? Qachonki uning mulki bo'lib kirsa. Asfaltga ishlatilgan paytda, yo'lga ishlatilgan paytda esa kambag'alning mulkiga aylanmaydi, balki ommaning mulkiga aylanib qoladi. Shuning uchun ham joiz bo'lmaydi, durust bo'lmaydi. Endi ba'zi o'rinlarda hiyla qilinadi. Bu endi unchalik baribir biz ma'qullamaymiz. Bir faqir odamni, kambag'al odamni chaqirib, juda ham yaxshilab, unga tushuntirib, ozgina haqiqiy o'ziga mulk sifatida zakot ham berib turib, katta miqdordagi bir zakotni berib, uni o'sha yo'lga yoki boshqa bir maqsadlarga qaytib berishni oldindan kelishib beriladi. Bu narsa unchalik ma'qullanmaydi. Lekin haqiqatda faqir odam o'zidan kelib chiqib, shunga chin dildan rozi bo'lib, shuni qiladigan bo'lsa va uning o'sha narsada manfaatdorligi yo'q bo'lsa, unda joiz bo'lib ketishi mumkin, lekin bunaqa holatlardan iloji boricha ehtiyot bo'lish kerak. Bu ibodat endi bu. Yo'llarni esa o'sha umum hamma o'rtada qilish kerak. Masjidmi, o'sha mahallani, qishloqni, o'sha yurtni, shaharni, odamlarning vazifasi, o'zlari ibodat qiladigan joy. O'zlari yonidan qilsin. Nega u kambag'alning haqqini unga ishlatish kerak ekan? Bu mumkin emas. Tilla nisobidan zakot berilganda og'izdagi tilla tish ham tillaga qo'shib hisoblanadimi? Juda ajoyib savol. Xususan bu savolga men birinchi marta duch kelishim. Endi o'zi aslida zakot moli deganda biz tijorat molini tushunamiz. Zakot moli tijorat moli bo'lar ekan, endi molning tijorat moli degan sifat bilan sifatlanishida asos nima deyilsa, bir mol qaysidir bir insonni ehtiyojini bevosita qondirib turgan bo'lsa, narsa, ashyo insonni ehtiyojini bevosita qondirib turgan bo'lsa, undan zakot berilmaydi. Masalan, yashab turilgan uy, minib turilgan mashina, kiyib turilgan kiyim, bu narsalar ashyolar va insonni bevosita ehtiyojini qondiryapti. Xususan ijaraga berilgan joylar ham ijaraga oluvchining bevosita ehtiyojini qondiryapti. Qachonki o'sha mol-mulk insonni haqiqiy ehtiyojini bevosita qondirishdan ajralar ekan, u zakot moliga aylanadi. Masalan, pul hech qachon insonni bevosita pulning o'zi shaklida turgan paytda ehtiyojini qondira olmaydi. Ya'ni pulni yeb bo'lmaydi, ichib bo'lmaydi, kiyib bo'lmaydi. U boshqa biror bir moddiy ashyoga ayrib boshlanish bilan ehtiyoj moliga aylanadi. Demak, pullarda hech qanday bahona yo'q, uni tijorat moliligidan chiqarib yuborishda. Hech qanday yo'l yo'q. Demak, modomiki mol-mulk pul shaklida saqlanar ekan, u saqlab qo'yilsa ham, uni ertaga nima maqsadda ishlatmoqchi bo'lishidan qat'iy nazar, undan albatta zakot berilishi shart bo'ladi. Islom shariati esa aynan pulni har doim zakot moli deb, tijorat moli deb hisoblagan va islom shariatida tilla va kumush u tijorat moli hisoblanadi. U qaysi shaklda bo'lishidan qat'iy nazar. Lekin aynan bizni mas'alamizda u inson tilla tishni qo'ydirgandan keyin u tish u boshqa biror bir molga aylanish imkoniyatidan cheklangan hisoblanib qolishi ko'rinib turibdi va uni hech qanday boshqa ehtiyoji uchun ishlata olmaydi ayirboshlash yo'li bilan. Masalan, bugun qo'ydirgan tishini ertaga nimagadir olib almashtirib, indinga yana qaytarib olib tishiga qo'yib olmaydi. Balki u o'sha joyda doim turish kerak bo'ladi va bu tijorat amaliyotidan ajratilgan mol hisoblanadi. Mana shu e'tibordan Alloh alam bu tijorat moli bo'lmaydi va buni zakot nisobi hisoblanayotganda
uni hisobga olmaydi. Zakot berishda zakotdan ekanini aytib bergan ma'qulmi yoki bildirmasdan bergan afzalmi? Bu yerda zakot oluvchining holatidan kelib chiqqan ma'qul. Agar u zakot oluvchiga qarab unda agar shubha qiladigan bo'lsa, u haqiqatda zakot oluvchimi, zakotga haqlimi yoki yo'qmi deydigan o'rin bo'lsa, bir og'iz bu zakotimiz edi deb eslatib qo'ysa yaxshi. Chunki u yerda zakotga haqli bo'lmasligi ham mumkin. Lekin agar zakotga haqli ekanini aniq tiniq bilsa, hech qanday shak shubha yo'q bo'ladigan bo'lsa, unda zakotligini bildirmasdan berish ham joiz. Lekin ulamolarimiz aytadi, agar jamiyatda zakot berish odamlarning odatidan, insonlarning odatidan yiroqlashib qolgan bo'lsa, unda zakot berish urfini qaytarish, odamlarga tarqatish, shiorga aylantirish maqsadida zakot deb bersa yaxshi degan so'zlarni ham ulamolar kitoblarida aytishadi. Lekin agar zakot berish urfga kirib hamma beradi, birovni unga chorlashi, namoyon qilib ko'rsatib, oshkor qilishga ehtiyoj yo'q bo'ladigan bo'lsa, kambag'allik ko'nglini og'ritmaslik uchun zakotligini aytmaslik ham mumkin. Zakotni plastik karta orqali o'tkazib berish joiz bo'ladimi? Hozirgi kunda endi ulamolarimiz plastik kartadagi pulni ham pul deb e'tirof qiladi. Bunda hech qanaqa pul ekanligida shak shubha yo'q, molligida va kambag'al o'zini plastikiga pul tushgandan keyin uni xohlagandek, ya'ni beruvchining hech qanday ruxsatsiz tasarruf qilish imkoniyatiga ega bo'ladi va bu tamalluk topildi deb hisoblanadi va mana shu o'tkazayotgan paytda zakot deb niyat qiladi. Shu bilan zakot ado bo'ladi inshaalloh. Asaldan zakot, ya'ni ushur qanday hisoblanadi? Bizni ulamolarimiz asaldan ham zakot beriladi deganlar. Xususan mana fatvo markazimizda ham bu haqda javoblar chiqqan. 653 kilogramga yetadigan bo'lsa, agar olinadigan asal bir yilda bir marta, masalan 2 marta oladigan bo'lsa, har olishini qo'shib umumiysidan hisoblab turib, keyin ortsa beradi. Ya'ni har bir olganda 653 kilogram bo'lishi kerak emas. Umumiy yildagisi o'shancha miqdorga yetadigan bo'lsa kifoya, o'shandan bizda ushur beriladi. Ushur beriladi va 10 dan biri beriladi. Shunda 65,5 kilo atrofida bo'ladi. Nima uchun endi asaldan ushur beriladi? U ishlab chiqarilgan mahsulotga o'xshaydi-ku desa, ulamolarimiz aytadilar, yo'q, asalni o'simliklardan oladi, o'simliklardan olib yig'adi. O'simliklardan chiqqan hosildan esa ushur berilardi. Shuning uchun ham ushur beriladi deb aytishgan. Ya'ni 40 dan 1 zakot emas. Tijorat qilish maqsadida qurib, bitmay qolgan binodan zakot berish kerakmi? Hop, yaxshi. Agar yer sotib olingan bo'lsa, qayta o'sha uy qurilib sotish uchun sotib olingan bo'lsa va u yerda bino qurish boshlangan bo'lsa, qurilishni qaysidir bosqichiga yetib kelgan bo'lsa, zakot beradigan kuni kelib qolsa, o'sha obyekt to'liq qiymatlanadi. Ayni shu turgan holatida xaridor topiladigan bo'lsa, uni qanchaga sotib olgan bo'lardi. Mana shu hisob-kitob qilinadi. Endi agar buni hisob-kitob qilishning iloji yo'q bo'ladigan bo'lsa, yerni o'sha paytdagi bozor narxi va qurilishning xarajatlarini hisoblash ham mumkin. Ba'zida u boshqacha chiqishi mumkin, lekin qurilishning xarajatlarini hisoblasa, o'sha u qiymati bo'ladi. Odatda ko'proq qurilish, tugallanmagan qurilish deyiladi buni iqtisodiyotda. Tugallanmagan qurilish bilan o'sha qurilishga ketgan xarajatlarning qiymati odatda bir xil bo'lib chiqadi va yerni bahosini alohida hisoblaydi. Shu bilan qo'shib tijorat moli sifatida baholaydi va uning 40 dan 1 zakot sifatida beradi. Zakotni bir kishiga bergan afzalmi yoki ko'pchilikkami? Bu narsa kambag'allarning holatidan kelib chiqiladi. Masalan, katta ko'pchilikdan iborat bo'lgan, ko'p sonli odamlardan iborat bo'lgan oila bo'ladigan bo'lsa va u juda ham ko'p narsaga muhtoj, masalan, uni uyi bo'lmasligi mumkin. Shunda bitta odamni ehtiyojiga qarab, u ko'p ehtiyojga muhtoj bo'ladigan bo'lsa, bitta odamga berish ham mumkin. Lekin o'ziga to'q bo'lsa, ehtiyojmandlar, unaqa haqiqiy o'sha juda ham ko'proq molga muhtoj bo'lgan kambag'alni topa olmagan bo'lsa, boshqa muhtojlarni ehtiyojiga qarab taqsimlab bersa bo'ladi. Lekin bitta odamga agar ehtiyojlarini qondirishdan ortib qoladigan darajada bo'ladigan bo'lsa, bir marta ehtiyojlarini qondirishdan ortib qoladigan bo'lsa, nisob miqdoridan ortiq zakot berish makruh bo'ladi.
Masalan, bugungi kunda 100 million deydigan bo'lsak, 100 milliongacha berishda muammo yo'q. Agar u odamni uyga ehtiyoji bo'lsa, haqiqatda shu ko'chada qolayotgan, boshqa mol-mulki yo'q, uy olishga muhtoj bo'ladigan bo'lsa, shunda berish mumkin. Agar iloji bo'lsa, o'sha uy olib turib, uyni zakot qilib ham berish mumkin. Bu ham zakot berishni bir ko'rinishi bo'laveradi. Lekin agar o'ziga hamma yo'g'i bor, lekin ro'zg'orga qiylanayotgan oilalar bo'ladigan bo'lsa, ularni bir yilga yetadigan miqdordagi ro'zg'or miqdorichami, shunga qarab taqsimlab bersa bo'ladi inshaalloh. Ya'ni bu narsaning yaxshiligi, afzalligi muhtojlik holatidan kelib chiqadi. Zakot berilgan odamdan zakotni qaytarib olib, undan-da muhtojroq odamga bersa bo'ladimi? Ajoyib savol. Zakotni muhtoj odamga haqiqatda o'rni bo'lsa, bergandan keyin uni mulkiga aylanib qoladi. Uni qaytarib olish iloji yo'q. Qaytarib olishning iloji yo'q. Uning mulkiga aylanadi. Qaytarib olish birovning molini tortib olish hisoblanadi. Agar qaytarib olib birovga bersa ham, haliginga o'zining molini qaytarib berib qo'yish kerak yonidan. Birovning molini tortib olib, o'zining hisobidan zakot berib yuborgan bo'lib qoladi. Shuning uchun buning iloji yo'q. Bir yil o'tishini kutib turmasdan, muddatidan oldin ham zakot bersa bo'ladimi? Yaxshi savol. Biz agar mol nisobga yetgan bo'lsa, hali havil to'lmasdan, yil to'lmasdan turib ham uning zakotini berish mumkin. Lekin bu berib turilgan zakot miqdor taxminiy bo'ladi. Yil to'lganda boshqatdan hisoblab turib, yo ortiqroq berib qo'ygan bo'lishi yoki kamroq bergan bo'lishi mumkin. Kamroq bergan bo'lsa, to'g'rilab qo'shib qo'yadi. Ortiqcha bergan bo'lsa, uni hisobga olib qo'yadi, keyingi yilga o'tadi u. Demak, oldinroqda berish uchun albatta nisobga yetib turgan bo'lish kerak. Nisobga yetishidan oldin zakotni berib turib, zakot deb berib, keyin u nisobga yetib, keyin yil aylanadigan bo'lsa, haligi bergan zakoti zakot emas, sadaqa bo'lib qoladi. Harom yo'l bilan topilgan moldan zakot beriladimi? Harom yo'l bilan topilgan mol u topilgan mol bo'lmaydi. Birovning mollarini yig'ib olgan bosqinchi hisoblanadi. Uni egalariga berish kerak. Undan zakot berish haqida, hatto foydalanish haqida ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Harom yo'l bilan degani u egalik sobit bo'lmaydigan mol degani. Egalik sobit bo'lmaydigan mol, birovning moli degani. Bu mulk qancha bo'lishidan qat'iy nazar, u o'zining muhtoj yoki muhtoj emasligidan qat'iy nazar, uni egasiga qaytarish kerak. U bo'lishi mumkin, pora bo'lishi mumkin, o'g'irlangan narsa bo'lishi mumkin. Endi hozir o'g'irlik desak, biz darrov haligi uydan bir narsani o'marib chiqib ketishni tushunamiz. Unaqa emas. Boshqacha hozir zamonaviy turlari chiqib ketdi o'g'irlikni. Bularning hammasi o'g'irlik hisoblanadi. Masalan, ommaning mulkidan o'g'irlash bor. Shaxsiy mulklardan o'g'irlash bor. Farqi yo'q. U bilan mulk sobit bo'lmaydi. Bizda ommaning mulkidan o'g'irlash haligi ko'p urchib ketdi. Masalan, byudjetdan o'g'irlash, Xudo asrasin, yoki jamg'armalardan o'g'irlash, yoki bo'lmasa masalan qaysidir tashkilotni fondidan lavozimdagi odamlarni haligi rahbarga bildirmasdan o'g'irlik qilishlari. Bu narsalar, bunaqa o'g'irliklar odatda katta summada bo'ladi. Bu narsalar birovning mulki. Bundan zakot berilmaydi, balki u joyiga qaytarib qo'yiladi. Qaytarib qo'yilmaguncha u javobgarlikdan ozod bo'lmaydi, Alloh asrasin. Endi bizga ko'p savol beriladi. Hamma ham yosh katta bo'lib, dunyoning lazzatlarini totib bo'lgandan keyin badanida og'riqlar his qilishni boshlagandan keyin insofga kelib qoladi-da. Aytadi, biz shunaqa ko'p ozgina pora olganmiz deydi ba'zan. Ba'zan shu rahbarga bildirmasdan shu tashkilotdan narsa olib ketganmiz uyga. Shu narsalar endi u tashkilotlar yopilib ketgan, yo'q bo'lib ketgan, egasini topib bo'lmaydi. Nima qilsak bo'ladi deydi. O'shanaqa afsuslanmasdan, afsuslanishdan oldin shuni o'ylash kerak-da. Ya'ni inson hozir qilaveray, keyin bir tavba qilib qo'yaman desa u bo'lmaydi, unaqa tavba o'tmaydi. Unaqa tavba bilan bo'lmaydi. Uni joyiga keltirish kerak. Endi bunaqa paytda endi imkonsiz qolsa, haqiqatda egasini topa olmasa, biz aytamizki, mayli, faqir kambag'allarga egasining nomidan sadaqa qilasiz. Egasining nomidan Alloh taologa yalinib yolvorish kerak. Ey Alloh, mana shuni egasini rozi qilgin, men o'zim topa olmay qoldim. Egalarini rozi qilgin deb egalarining nomidan o'sha miqdorni hisob-kitob qilib, o'shancha miqdorni umrining oxirigacha qayerdan topadi, topib berish kerak. Qazim qilib yuborsanglar bo'ldi emas. Bu narsalarda juda ehtiyot bo'lish kerak. Ijaraga berilgan narsalardan zakot qanday beriladi? Yuqorida ham bir bu masalada ozgina to'xtalib ketdik. Ijaraga berilgan mulk
o'sha ijaraga olgan insonni shaxsiy ehtiyojini qondirayotgan bir mulk, ya'ni inson manfaati uchun jalb qilingan mulk hisoblanadi. Insoniyatga manfaat keltirib turgan, to'g'ridan to'g'ri bevosita o'zi jismoniy mavjud shaklda manfaat berib turgan narsa hisoblanadi. Bunday mollardan zakot berilmaydi. Demak, ijaraga berdimi, o'sha ijarada kimlardir foydalanyaptimi, undan ijara haqqi olyaptimi? Mayli ijara haqqi olayotgani bu daromad hisoblanadi, lekin o'sha ijaraga berilgan uy bo'ladimi, avtomashina bo'ladimi, stanok bo'ladimi yoki boshqa narsa bo'ladimi, bu narsalardan zakot berilmaydi. Hop, endi undan jamg'arilgan mulk, mol-mulk, ya'ni pul, jamg'arilgan pul saqlanib turadigan bo'lsa va oborotga qo'shilib ketadigan bo'lsa, aylanmaga bu narsadan to'planib zakot muddati kelganda o'shandan zakot beradi. Ya'ni har safar ijara haqqini olganda undan 40dan birini berishim kerak degan narsa yo'q. Bir kishi mendan katta qarzdor, zakotimni o'sha odamga berib, so'ng haqqimni olsam xiyla bo'lib qolmaydimi? Yana o'sha zakot beriladigan odamni, ya'ni zakot oladigan odamning holatidan kelib chiqiladi. U haqiqatdan muhtoj bo'ladigan bo'lsa, uni boshqa chorasi imkoniyati yo'q bo'ladigan bo'lsa, unga bersa bo'ladi, haqdor odamning o'zi ham. Va uni nima deydi? Bu qarindosh urug'lar ichida yoki yaqinlarning ichida, tanishlarning ichida shunaqa narsalar sodir bo'lyapti-da. Sun'iy ravishda zakot beradigan payt yaqinlashganda uni qarzdorga aylantirib, juda ham katta, masalan, qimmatbaho avtomobil olib beriladi yoki o'zi oladi, qarzdor bo'ladi yoki bino oladi, uy oladi, hovli oladi. Sun'iy qarzdor qilinib turib, mana zakotim berganimda qaytarasan deb qarz berib shunday qilish, bu narsa kambag'allarning haqqiga xiyonat qilishga o'xshaydi. Endi kambag'al yo'q bo'lsa mayli, endi ko'pda baribir jamiyatda muhtojlar ko'p, ularning haqqini rioya qilish kerak. Endi mabodo shunday bo'lgan taqdirda ham haqiqatda o'sha zakotini kambag'alga, qarzdorga olib borib beryapti va undan mana endi qo'lingda mol-mulk bo'ldi, qarzingni qaytar deydigan bo'lsa va qaytarsa joiz bo'ladi. Joiz bo'ladi inshaalloh. Qarz olib zakot berish mumkinmi? O'zi mol-mulki yetarlicha, lekin u pul shaklida mavjud emas, zakot zimmasiga vojib bo'lgan, birovdan qarz so'rab olib zakot bersa bo'ladi. Buni hech qanday yomon joyi yo'q, inshaalloh. Qarz beruvchiga bildirish ham shart emas, ya'ni qarz sifatida olib, qarzdorga qarzini o'z vaqtida qaytarsa bo'ldi, muammo yo'q. Endi qarz olib turib, qarzni ham nisobga qo'shadimi desa, bu xato savol bo'ladi. Bu qo'shilmaydi. To'g'rirog'i u pul shaklida olingani uchun pul aktivlar sifatida nisobga qo'shilaveradi, lekin bu yoqda qarzdorliklarning qatorida qarz turgani uchun o'z-o'zidan bir-biriga yedirilib yo'q bo'lib qoladi bu narsa. Demak, olingan qarzni mol-mulkka qo'shiladi. Men qarzim bor, bu qarzga olgan pulim zakotga qo'shilmaydi deyilmaydi. Uni mulkiga kirgani uchun aktivlarga zakot beriladigan rosmolga qo'shilaveradi, lekin qarzdorligi umumiy mollardan, tijorat mollaridan ajratib yuboriladi, chiqarib yuboriladi, zakot hisoblanadi. Qarz olib bersa, zakot sifatida birovdan qarz olib bersa bo'ladimi desa, bo'ladi deb aytamiz inshaalloh. Men tog'dagi yaylovda qo'y boqaman. 100 ga yaqin qo'ylarim bor. Har yili zakot uchun qo'y berardim. Qo'y o'rniga uning narxini chiqarib pul bersam, zakotning o'rniga o'tadimi yoki aynan qo'y berishim lozimmi? Yaxshi savol. Bizni Hanafiy mazhabi bu borada juda ham keng mazhab. Masalan, ba'zi bir boshqa mazhablarda nimadan vojib bo'lgan bo'lsa, o'shaning o'zini berish kerak deyiladi. Masalan, qo'y bo'lsa 40 ta qo'ydan biri, bittasi 30 ta moldan bittasi beriladi degan so'zni aytishadi. Lekin bizni mazhabda ulamolar aytadi, aslida zakot berishda illat nima desa, saddu xollatil muhtaj deyiladi. Ya'ni muhtoj odamni muhtojligini ketkazish amali bu deyiladi. Qo'ydan ko'ra deydi, pul insonning muhtojligini ketkazishda afzalroq. Unga qo'y ham sotib olish mumkin, oziq-ovqat ham sotib olish mumkin. Lekin qo'yning o'zini esa faqat so'yib yeyish mumkin. Yoki sotib boshqa narsa olish mumkin bo'ladi xolos. Ya'ni birinchi amaliyotdayoq xohlagan narsaga aylanaveradigan mulk bu pul hisoblanadi. O'shaning uchun ulamolarimiz pulda berish afzal bo'ladi har doim degan ulamolarimiz bor. Inshaalloh bunda hech qanday muammo yo'q, berishi mumkin. Faqat endi insof bilan o'rtacha qo'yning qiymatini hisoblasin. Sal qo'shibroq ham bersin,
toki zimmasida qolib ketmasligi uchun. Men gul yetishtirib sotaman, guldan ushur beramanmi yoki pulidan zakot beramanmi? Gul ham yerdan chiqadigan mahsulot bo'lgani uchun bundan ushur berish kerak bo'ladi. Ushur beriladi. Ya'ni 10dan biri yoki sug'oriladigan, sug'orilmaydigan yerga qarab yoki 20dan birini o'zini beradi. Agar o'sha narsani hisob-kitob qilib turib, mana shu 20dan biri shu ekan deb turib, uni baholab turib, qiymatini bersa ham bo'ladi. Pulda hozirgi aytib o'tganimizdek. U daromadi alohida aniq bo'ladi, to'g'rimi? Daromadi agar shu nisobiga yetib 1 yil to'ladigan bo'lsa, u daromad. U boshqa narsa. Pulga aylanib ketgan bo'ladi. U puldan zakot berayotgan bo'ladi. Hozir endi guldan gulni o'zini, gulni demak hosilini olgan paytda o'sha hosilni 10dan biri yoki 20dan birini ajratadi. Qo'lda sug'oriladigan yoki jihozlar bilan sug'oriladigan yerlarda 20dan bir deb aytyapmiz. Shuni beradi yoki o'shani ajratganini qiymatlab turib beradi. Endi bu yerda yana boshqa bir masala ham bor ekan, hozir esladim. Ba'zi bir o'simliklar yoki ekinlar 1 yilda hosil bermaydi. Xususan mana gulni agar biz 3 yilda natija ko'rsatadigan desak, 3 yilgacha bermaydi ushur. 3 yilda yig'ishtirib olgandan keyin oxirgi 3-yilda o'shaning 10dan biri yoki 20dan biri beriladi. 1 yilda 2 marta ekiladigan hosil bo'lsa, masalan, har ekinda, har yig'ishtirganda beradi. Masalan, sabzi ekdi, 1 marta hosil oldi, undan beradi. Yana keyin yana sabzi ekib, yana yetishtiradigan bo'lsa, undan yana beradi. Zakot nisobi hisoblanganda qarzlar ayirib tashlanar ekan. Shunga ko'ra soliq idorasidan qarzlar, shuningdek xodimlarning ish haqidan bo'lgan qarzlar ham chegirib tashlanadimi? Bu endi xarajatlarni modda hisobga olish masalasi, xususan o'sha ajratib chiqarib, ya'ni nisob miqdoridan zakot beriladigan mol-mulkni miqdoridan chiqarib tashlanadigan xarajatlarga barcha xarajatlar kiradi. Xususan soliq idoralariga to'lanadigan soliqlar ham bu o'sha molning xarajati hisoblanadi. Endi ish haqi chiqarib tashlanadi, o'zi hisob-kitobda ham chiqarib tashlanadi. Buxgalteriyada juda ham bir oson yo'li bor. Оборот mablag'laridan beriladi, keyin qarzdorliklar chiqarib tashlanadi, haqdorliklar qo'shiladi. Asosiy vositalar hisobga olinmaydi. Mana shu bilan oson aniqlanadi inshaalloh. Vakil zakot pullarini egasidan so'ramay, avval o'ziga ishlatib turib, keyin haqdorlarga o'z yonidan berib yuborishi mumkin bo'ladimi? Ajoyib masala. Islom shariatida tayin qilish bilan tayin topish, tayinlanish degan masala bor. Tayin qilish bilan tayin topish degani, masalan, sizga men omonat sifatida falonchiga olib borib bering deb 100 ming so'm pul beradigan bo'lsam, o'sha pulni o'zini olib borib berishingiz vojib bo'ladi. Ya'ni omonat sifatida berilgan bo'ladi. Agar sizga men 100 ming qarz beradigan bo'lsam, uni o'zingizga ishlatib yuborib, o'zingiz yoningizdan boshqa 100 mingni berishingiz mumkin. Lekin omonatda o'sha pulni o'zi tayin topib qoladi. Ishlatib borib o'rniga boshqa qo'yishga haqqi yo'q. Xususan zakot ham xuddi shunday. Zakot beruvchi bir pulni berdimi, o'sha pulni o'zini yetkazib berishi va zakot beruvchi tayin qilgan joyga yetkazib berishi shart bo'ladi. Musofirning zakot berishi vojibmi? Zakot vojibligida musofirlik, muqimlikni umuman aloqasi yo'q. Bu molning miqdoriga, egadorlikka bog'liq bo'lgan savol hisoblanadi, ya'ni masala hisoblanadi. Demak, musofir bo'la turib safarda beradimi molining zakotini yoki o'sha safar turgan paytda vakillarga, o'zini yurtidagi vakillarga aytib bergizadimi? Farqi yo'q, zakot vojib bo'laveradi. To'g'ri, bu savolning chiqishiga ba'zi bir narsalar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, boy bo'lsa ham, safarda bo'ladigan bo'lsa, u odamga qurbonlik vojib bo'lmaydi. Qurbonlik vojib bo'lmaydi. O'sha e'tibordan berilgan savol bo'lishi mumkin. Zakot vojib bo'laveradi. Shaxsiy kutubxonadagi kitoblar zakot moliga qo'shiladimi? Shaxsiy kutubxonadagi kitoblar zakot moliga qo'shilmaydi. Ularning qiymatidan zakot berilmaydi. Chunki u iste'moldagi mol hisoblanadi. Uning qiymati qancha bo'lishidan qat'iy nazar. Tijorat molidan zakot beriladi. U tijorat moli hisoblanmaydi. Tijorat moli u ehtiyot qilinadigan, insonga manfaat keltirmaydigan holda ushlab turiladigan narsada tijorat moli. Ya'ni ehtiyot qiladi, tegib ketmaslik kerak. Mana kiyimlar ham salafanga o'rab qo'yilgan bo'ladi.
Uydagi kitoblar esa ular iste'moldagi narsalar. Lekin ularning qiymati juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, zakot olishdan man qilishi mumkin odamni. Zakot olishdan to'sishi mumkin. Ya'ni o'zining sohasiga tegishli bo'lmagan adabiyotlarni to'plagan bo'lsa va ularning qiymati ko'p bo'ladigan bo'lsa, u o'sha zakotni olishdan to'sadigan nisobni aniqlashda qo'shiladi, hisob-kitob qilinadi. Lekin o'zidan qancha miqdorda bo'lishidan qat'iy nazar zakot berilmaydi. Uy olish uchun to'plangan puldan zakot beriladimi? Bizni Hanafiy mazhabi kitoblari asosida aytadigan bo'lsak, mulk pul shaklida turgan bo'lsa, u nima uchun qasd qilinayotganidan qat'iy nazar u tijorat moli bo'ladi. Chunki uni xohlagan paytda xohlagan molga aylantirishi va xohlagan ehtiyojini qondirishi, tijorat qilib undan daromad ko'rishi mumkin. Tijorat moli hisoblanadi va u hech qachon o'z insonni shaxsiy ehtiyojini o'sha pul shaklida qondira olmagani uchun u albatta sotishga mubtalo bo'lgan. Ya'ni sotilishi, ayirboshlanishi qasd qilingan mol hisoblanib qoladi-da. Lekin boshqa ashyolarni tijorat moli bo'lishi uchun sotib olayotganda qayta sotishni qasd qilib sotib olish kerak. O'shanda tijorat moli bo'ladi. Lekin pul qanday qo'lga kiritilishidan qat'iy nazar, ish haqi sifatida olinadimi yoki meros sifatida olinadimi yoki hadya sifatida olinadimi, farqi yo'q. Undan faqat va faqat tijorat qasd qilinadi. Ya'ni uni berib o'rniga boshqa narsa olib inson ehtiyojini qondiradi. Pul shaklida turgan paytda uni yeb bo'lmaydi, ichib bo'lmaydi. Demak, u har doim har qanaqasiga tijorat moli hisoblanadi pul. Puldan shuning uchun ham har qanday holatda zakot beriladi. Bozorda erkaklar oyoq kiyimini sotish bilan shug'ullanaman. Savolim shuki, sotilmay qolgan oyoq kiyimlarimdan Ramazon oyida zakot uchun yetimxonalarga bersam, shu qilgan amalim zakot o'rnida o'tadimi? Zakotni moddiy shaklda, ya'ni ashyo ko'rinishida berishda juda nozik masalalar bor-da. Agar o'sha yetimxonaga beriladigan poyafzallar o'sha yetimxonadagi odamlarga, ular agar muhtoj deb qaraladigan bo'lsa, to'g'ri keladigan bo'lsa, yoqadigan va o'sha zamon ko'taradigan kiyimlar, zamonaviy, hamma ko'rganda odam ajratmaydigan kiyimlar bo'ladigan bo'lsa, unda bersa bo'ladi inshaalloh. Lekin agar haligi bizni tilda aytganda astatkalarni yig'ib hammasini bir qop qilib olib borib bir joyga tashab, mana shu zakotim deyish u yaxshi emas. Chunki uni u odam sota olmaydi. O'zi bu tijoratchi sota olmagan narsani yetimxona qanaqa sotadi? Uni sotib pulga aylantirish iloji yo'q. Bu odamlarning ustidan tahqirlashga o'xshagan ma'no bo'ladi. Bunaqa ma'no mumkin emas. Endi nima qilish mumkin bunaqa holatda? Bunaqa holatda o'sha yetimxonani yashovchilarini chaqirib yoki bir mashinada o'sha juda ham ko'p assortimentda kiyim-kechakni olib borib, hammasini chaqirib, o'sha joyda kiydirib, yoqtirib, tanlaganlarini yoqtirib, o'shalarni hammasini hisob-kitob qilib zakotga hisoblasa bo'ladi. Lekin haliga aytganda u to'g'ri keladimi yo'qmi, sotilmay qolgan, odamlarga yoqmagan narsani ajratib berish unchalik to'g'ri emas. Oyat karimada Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Astagfirullah. Va la tayammamul khabitha minhu tunfiqunahu va lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi." degan oyat keladi. Siz infoq ihson qilmoqchi bo'lgan narsangizni yomonini tanlamangki, o'sha narsani sizga berilganda siz uni jirkanib olgan bo'lardingiz. Tanlov shunaqa bo'lmasin deb Alloh subhanahu va taolo aytayapti. Demak, ortiqcha keraksiz narsalarni zakot qilib berish to'g'ri bo'lmaydi. Va ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu indalloh degan Alloh subhanahu va taolo. Sizlar nimaiki yaxshiliklarni Allohning huzuriga taqdim qilib oldindan berib qo'ysangiz, o'shani Allohning huzurida topasiz, deyapti. O'sha o'tmay qolgan poyabzalni qiyomatda Allohning huzurida topish yaxshi emas endi menimcha. O'tib ketgan buvi va buvamlarning nomlaridan onam zakot bersalar bo'ladimi? O'tib ketgan buvi buvalarni agar zakotdan qarzi qolgan bo'lsa, o'sha qarzini, ya'ni zakot berish kerak edi, bera olmagan deb hisob-kitob qilib aniqlaydigan bo'lsa, uni kim bersa ham joiz bo'ladi inshaalloh. Nabiralarmi, farzandlarmi, ayollarmi, kim bo'lsa ham bersa bo'ladi. Lekin ularga vojib emasligi aniq, qarzdorliklar ham yo'q. Bunaqa paytda nomidan zakot berilmaydi. Nomidan zakot berilmaydi, xayr ihson qilinadi, sadaqa qilinadi. Bu nafl sadaqa bo'ladi. Unda joiz bo'ladi. Ya'ni zakot deb berilmaydi. Kompaniyaning jamg'armasida anchagina mablag' bor. Kompaniya xususiy bo'lib, unda ancha odamlar ishlaydi.
Shtatli va shtatsizlari ham bor. Lekin oylik oyma-oy olishadi. Shu kompaniya boshlig'i kompaniya jamg'armasidagi moldan zakot beradimi yoki o'zining shaxsiy molidan beradimi? Chunki kompaniya ham u kishiga tegishli. Kompaniyani egasi yagona ulushdor bo'ladigan bo'lsa, investor bo'ladigan bo'lsa, u mol-mulk hammasi unga tegishli, qarzdorliklar ham unga tegishli bo'ladi. Xuddiki shaxsiy uyidagi mulkini hisob-kitob qilgandek, kompaniyani ham hisob-kitob qiladi. Va o'sha zakot beriladigan miqdordagi narsalardan zakot ajratadi, qarzdorliklarni chiqarib tashlab. Foydalanish uchun olingan dastgoh, mashinalardan zakot beriladimi? Yuqorida bir necha marta men ataylab takrorlayapman zakotni mohiyatini anglash uchun. Agar dastgoh, ashyo insonni shaxsiy ehtiyojlarini, insonga xizmat qilib turgan bo'lsa, undan zakot berilmaydi. U tijorat moli bo'lib, xizmatdan ajratilib, ehtiyot qilinib, sotilishga tayin qilib qo'yilgan bo'lsa, undan zakot beriladi. Tijorat moli bo'lsa. Demak, bu yerdagi siz aytgan savoldagi jihozlardan, ashyolardan zakot berilmaydi, chunki u mehnat qilyapti, ishlayapti, u eskirish sodir bo'lyapti unda, amortizatsiya deymiz. Ma'naviy, moddiy shaklda u eskiryapti. Uni zakoti berilmaydi. Chorva mahsulotlaridan zakot olinadimi? Chorva mahsulotlarining zakoti aniq belgilangan islom shariatida. Bu narsalar endi ma'lum, manbalarga qaraydigan bo'lsak, miqdorlari aniq chiqadi. Yaylovda 6 oydan 1 kun bo'lsa ham ko'p o'tlatiladigan hayvonlardan va ular sut uchun, jun uchun yoki nasl uchun boqilayotgan bo'lsa, ulardan o'sha shariatda belgilangan o'sha songa qarab zakot beriladi yoki uning qiymati beriladi. Lekin uyda boqilayotgan chorva hayvonlari bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ozgina e'tibor berish kerak bo'lgan joyi bor. U ham bo'lsa, agar uyda boqilayotgan chorva hayvoni tijorat uchun sotib olingan bo'lsa ko'chadan va u boqib sotilish qasd qilingan bo'lsa, undan qiymatdan zakot beriladi. Masalan, mollarni semirtirib sotishga, go'shtga sotish yoki qo'ylarni. Lekin agar bir sigirni bola tug'dirib, undan bolalarni ko'paytirib, keyin bolalarni boqib sotaman, sutini ham ichaman desa, undan zakot bermaydi. Lekin sigirni o'zini sotib oldida erta-indin yoki yaqin kunlarda qayta sotaman degan bo'lsa, undan hisoblashi mumkin. Lekin bola olaman desa, undan darrov hisoblamaydi. U o'zini moliga aylanib ketadi, ya'ni zakot berilmaydigan molga. Zakotni umumiy xayriya fondlariga o'tkazsak bo'ladimi? Agar umumiy xayriya fondlari aniq shaxslarga, muhtojlarga nomma-nom yetkazadigan bo'lsa, shunga ishonch hosil qilinsa, bersa bo'ladi. Ya'ni u xayriya fondiga umumiy jamg'arma sifatida qabul qilinib, keyin uni xayriya ishlariga sarflaydigan bo'lsa, u zakot o'rniga o'tmay qoladi. Demak, bu yerda xayriya fondi u vakil bo'lib qoladi va o'sha kerak bo'lsa undan hisobot so'rash mumkin. Shuncha mablag' bergan edingiz, mana falonchiga faloncha berdik, falonchiga faloncha berdik deb. Lekin bu yerda xayriya fondini ijaraga yo'nlab, unga xizmat haqi to'lash kerak bo'ladi. Agar xayriya fondi talab qiladigan bo'lsa, ya'ni sizni mol-mulkingizni biz zakot sifatida yetkazib berganimizga, 1 so'miga xiyonat qilmay yetkazib berganimizga bizga ish haqi berasiz, ijara berasiz deyishga haqli. Xuddi vakil qilishga o'xshaydi, ya'ni. Lekin agar bunaqa talab qilmaydigan bo'lsa ham, agar yetkazib berishiga aniq ishonch hosil qiladigan bo'lsa, bersa bo'ladi inshaalloh. Demak, ularda hisob raqamida alohida zakot uchun degan hisob raqamga o'tkazib va o'sha pulni aynan haqdorga yetib borishligini ishonch hosil qilsa bo'ldi. Shunday. Ya'ni aytilmoqchi bo'lganimiz, o'sha xayriya fondi zakotga berilgan, jamg'arilayotgan puldan ommaviy nimalarga ishlatishga haqqi yo'q. Ayolimning tilla taqinchoqlari zakot nisobiga yetgan, lekin qo'lida puli yo'q. Zakotni qanday beradi? O'sha tilla taqinchoqlardan birini sotib yoki tilla taqinchoqni o'zini hisob-kitob qilib 40 dan birini bersa bo'ladi. Endi darrov bizda xayolga keladigan narsa, o'sha savolning o'zi siyoqidan ko'rinib turibdi, eri berib yuborsa bo'ladimi deb. Eri berib yuborsa bo'lmaydi. Eri o'sha xotinning qo'liga pulni mulk sifatida bersa, mana bu pul seniki, mayli, mana shuni xohlasang zakot qilib berib yubor desa, uni bersa bo'ladi. Ya'ni bu zakot ibodat dedik. Ibodat degan nima degani desa, ibodatda ibtilo ma'nosi bo'lish kerak. Mubtalo bo'lish kerak. Ibtilo bo'lish kerak. Ibtilo nima bilan bo'ladi desa, inson sinalish kerak-da. Sinalish kerak, imtihonga tushish kerak.
Ya'ni o'zining mol mulkidan bir bo'lagi shundoq tekinga hech qanday qarindosh ham bo'lmagan begona bir muhtojni qo'liga mulkiga o'tib ketyapti. Shu joni achish kerak-da. Har safar indamasdan bu yoqdan beraveradigan bo'lsa, taqdiran u izn bergan bo'ladi deydigan bo'lsak, ozgina haligi nima deydi? Ayol kishida umuman zakot beruvchi tarafidan ibtilo sodir bo'lmagan, imtihon sodir bo'lmagan bo'lib qolishi mumkin. Bu narsa zakotga xalallik yetkazishi mumkin. Shuning uchun ham ulamolarimiz qo'liga bersin va o'zi ado qilsin. Yaxshi bo'ladi shunda deyshadi. Ya'ni uni qalbida mol dunyoga nisbatan muhabbatida ozgina so'nish paydo bo'lishi kerak. Ya'ni u o'zini molidan begonaga berib yuborish bilan sekin molga nisbatan qattiq muhabbat susayadi. Islom shariatining maqsadlaridan biri ham mana shu. Men yangi qurilayotgan uylardan farzandlarimga atab 2 ta xonadon sotib olganman. Ulardan biriga hali qarzim bor. Savol: shu qarzni yopish uchun yig'ib qo'ygan pulimdan zakot beramanmi? Agar o'sha qarzdorlikni hisob-kitob qiladigan bo'lsak va uni qo'lidagi jamg'arilgan mablag'ni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, o'sha qarzdorlikdan ortadigan bo'lsa va ortgani nisobga yetadigan bo'lsa, boshqa tijorat mollari bilan qo'shilib, unda zakot beradi. Agar yo'q, ortmaydigan bo'lsa, zakot vojib bo'lmaydi, ya'ni. Men o'tgan yili 100 million so'mdan zakot bergandim. Hozir pulim 120 millionga yetdi. Shunda men hozir ko'paygan 20 millionning o'zidan beramanmi yoki 120 milliondan beramanmi? Bu zakot buxgalteriya hisobidagi mulk solig'iga o'xshaydi. Mulk solig'i har yili bir marta beriladi. Xuddi shunga o'xshab, bu yerda ham mulk solig'iga o'xshaydi. Ya'ni har yili qancha miqdor bo'lsa, o'shaning 40 dan biri beriladi. Bu yil demak 120 millionmi, o'sha 120 millionni 40 dan birini beradi. Tashakkur domla, bugun shu zakot bo'yicha kelgan dolzarb va qiziqarli savollarga javob berganingiz uchun Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin. Ilmingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Yana navbatdagi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Rahmat sizlarga, Alloh rozi bo'lsin.